Buxoroda jannatga o'xshash bir shahar bor edi. Ammo kunlarning birida odamlar uni tark etishdi. Chunki suv shaharni tashlab ketdi. Shaharni Varaxsha deb atashardi. Bugun uning nomini eshitish uchun zaminga quloq tutish kerak. U Buxorodan 30 chaqirimcha g'arbdagi qumlar qa'riga singib ketgan va o'shandan beri faqat arxeologlarning tushlarida va quruq shamollarning shitirlashida nafas oladi. Bu oddiy shahar emas edi. Bu yopiq, mag'rur va jonli olam edi. Varaxsha arablar kelishidan oldin hukmronlik qilgan qadimgi Buxoro vohasi hukmdorlari, Buxor-xudotlarning poytaxti edi. Aytishlaricha shahar Buxoroning o'zidan ham qadimiyroq bo'lib, ulug'vorlikda u bilan bellasha olardi. O'sha davr quruvchilari shunchaki devor ko'tarishmagan, ular afsona yaratishgan. Shahar 3 qismga, Ark, Shahriston va Rabotga bo'lingan. Arkda siyosat va mudofaa ishlari yuritilgan, Shahristonda hayot qaynagan, Rabot esa teri chegarasidagi yurak kabi hunarmandchilik va savdo sotiq bilan urib turgan. Biroq Varaxshaning eng buyuk siri uning saroyida yashiringan edi. Sharqiy zal, qabul marosimlari va tojdor hokimiyat tasvirlari bilan, qizil zal, ko'zlari g'ayritabiiy nur bilan yonib turgan hayvonlarni ovlash manzaralari bilan, g'arbiy zal, biz hali ma'nosini anglolmagan freskalar bilan. Lekin kun kelib ertaklar ham tugaydi. Shahar esa u qanchalik buyuk bo'lmasin, suv bilan hayot kechiradi. 11-asrga kelib ariqlar qurib qoldi. Shamol unumdorlikni supurib ketdi va odamlar kim Buxoroga, kim janubga yo'l oldi. Shahar sukutga cho'mdi. Qilichdan emas, balki tashnalikdan. Agar siz bir kun kelib bu tepaliklar orasiga tushib qolsangiz, bir lahzaga jim bo'lib, ko'zlaringizni yumib ko'ring. Ehtimol Varaxsha podshosi yana qadah ko'tarayotganini, qizil zalda esa kimdir tabiatda mavjud bo'lmagan hayvonni ovlayotganini his etarsiz. Chunki Varaxsha o'lmagan. U o'tmish zarvaraqlarida yashiringan xolos.